74. hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Leysel mu'min billezi yeşbe'u ve caruhu ca'iun ila janbihi. Qo'shnisining qo'rsig'i och turib, o'zi to'q yotgan odam haqiqiy mo'min emasdir. Bu hadisdagi leysel mu'min, mo'min emas degan so'zning ma'nosi iymonning yo'qligini bildirmaydi, biroq iymonning kam ekanligini bildiradi. Ya'ni bundaq amal haqiqiy mo'minning sifatlaridan emasdir degan ma'noni bildiradi. Onundan başqa bu hadisda qo'shnining haqqi qanchalik yuqurkanligini bayqasaq bo'ladi. Başqa hadisda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Men yu'minu billahi ve yevmil ahir felyukrim jaruhu. Kim Allah'a ve qiyomat kunga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisini hurmatlasin.